Valijon To'ychiyev muhtaram prezidentimiz tomonidan mehr saxovat ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Albatta bundan men juda xursandman. Sababi bu fuqaro 20 yildan beri shu saxovat va ko'mak doirasida xayr ehsonlar qilib, shu boquvchisini yo'qotgan kam ta'min beva bechoralarga amaliy yordam berib kelganlarini eshitgandim. Lekin biroq shu faoliyatim 3 yillik faoliyatim davomida men shu fuqaroni o'zi xohlamagan edi, lekin men shuni ommaga yoritdim. Maqsadi nima? Maqsad shu Vali hojiga o'xshagan boshqa tadbirkorlarimiz juda ko'p. O'shalarga bu o'rnak bo'lish uchun, ko'z-ko'z qilish uchun emas, buni o'rnak bo'lishi uchun shu fuqaroni, shu tadbirkorni faoliyatini yoritganimdan so'ng shu mahallamdan, shu Vali hojidan tashqari bir necha yana tadbirkorlar homiylik qilib, bir xillari ko'chalarini asfaltlashtirishi, bir xillari uylar qurib berishdi kam ta'minlanganlarga, bir xillari qo'ni-qo'shnilarga, shu mahallalarga suv chiqarib berishyapti. Maqsad shu bitta odamni faoliyatini ko'rsatish, maqsad boshqalar shundan ibrat olib, o'rnak olib, shu to'g'ri yo'lda, shu haqiqatan ham bu xayr saxovat qilsak Alloh taolo berar ekan, ishimiz yurar ekan degan maqsadda mana shu Vali hojini faoliyatini yoritdim. Shu 3 yil davomida shu mahallamizdan tashqari boshqa shu tumanimizdagi mavjud mahalla fuqarolar yig'ini, masjidlar, qabristonlar, shu ijtimoiy sohalarda qariyb 600 million so'm o'zidan mablag' ajratib shu nimalarga sarflandi. Beg'araz yordam. Bu mablag'ni berib yo sherikchilik asosida uy qurgani yo'q, yo bino qurgani yo'q, faqat beg'araz shu o'z shundagida savob uchun shu ishni qildi. Shunday saxovatmand tadbirkorlarimizni safi ko'paysin. Shu unvon Vali hojining unvoni emas, shu mahallamizni, shu Hazrat Ali mahalla fuqarolar yig'ini xalqini unvoni deb bilaman. Albatta biz shu Hazrat Ali mahalla fuqarolar yig'ini xalqi shuni bunday saxovatpesha inson bilan birga yonma-yon yashayotganimiz uchun faxrlanamiz. Tadbirkor Valijon To'ychiyevni men yaqindan taniyman. Haqiqatan ham haqiqiy tadbirkor desak bo'ladi. O'zini mahallasiga emas, balki rayonimizda barcha mahallalarga yordami tekkanini, bizning mahallamizda yashovchi ehtiyojmand oilalarga ham pandemiya davrida o'zini saxovatini ko'rsatgan. U insonga davlat mukofotining eng yuksagini berishga ham arziydigan inson, men qo'llab-quvvatlayman. Mana shu pandemiya davrida mamlakatimizda, shu jumladan bizning nohiyamizda ham saxovatpesha tadbirkorlar ko'payapti. Mana bizning mahallamizdan Valijon To'ychiyev ukamiz mana saxovatpechalik qilib, mana necha yildan beri, u nafaqat pandemiya davrida, balki undan ham oldin ham saxovatpechalik qilib, mana shunaqa muhtoj oilalarni izlab topib shularga moddiy yordam qilib kelayotgan edi. Lekin mana shu pandemiya davrida juda katta yordam qildi, moddiy yordam qildi. Shu jumladan endi mana albatta Xudoning uyi mana masjidga ko'p mana moddiy yordam qildi. Masjiddan tashqari mana mahallaga, mana obodonlashtirishga yoki mahalladagi ba'zi mana shu muhtoj oilalarni topib Xudoning yo'lida shu qo'lidan kelgancha yordam qilib kelyapti. Albatta shunaqa tadbirkorlarni biz haqqiga duo qilib turibmiz. Alloh taolo mana shunaqa tadbirkorlarimiz ko'paysin, mamlakatimizning tinchligi, farovonligi barqaror bardavom bo'lsin. Mana u dunyoni tashvishga solayotgan mana u koronavirus kasalligi ham Alloh taolo bandalarni boshidan afv qilsin. Shu kasallikka mubtalo bo'lgan birodar musulmonlarimizni Alloh taolo shifoi komil, shifoi ojin ato qilsin. Mana shunaqa tadbirkorlarimiz yana ko'paysin. Biz albatta xursand bo'ldik. Yaqinda mana shu mehr saxovat ko'krak nishoni bergandan biz boshimiz osmonga yetdi. Albatta buni mana shunaqa
xolis xudoning yo'lida mehnat qilayotgan, xayr ehson qilayotgan tadbirkorlarimizni mehnatlarini qilgan ishlarini xayrli ehson xayrli ishlarini inobatga olib davlatimiz tomonidan shu mukofotga loyiq topganidan biz xursandmiz. Albatta mana shunaqa tadbirkorlarimiz ko'paysin. Alloh taolo shularning ishlariga barakot etsin. O'zlarini shunaqa xayrli ishlariga Alloh taoloning o'zi madadkor bo'lsin, o'z panohida asrasin. Valijon To'ychiyev haqiqatan qo'li ochiq odam. Boshqa mahalla fuqarolar yig'inining fuqarosi bo'lsa ham, qo'li ochiqligi, saxovatpesha bo'lganligi sababli bizning mahallaga ham ancha yordami tegdi. Chashma mahalla fuqarolarning hududidagi kam ta'minlangan oilalarga yordam qildi. Haqiqatan pandemiya sharoitida 12 nafar xonadonga kam ta'minlangan oilalarga 12 qop un mahsuloti, yog' mahsuloti olib kelib berishdi. Go'sht mahsulotini ham olib kelib berishdi. Saxovatpesha odam. U odamga qancha mukofot bo'lsa yarashadi. Birinchidan xalqning minnatdorchiligi mukofot unga. Mana shu e'tirofi xalqi, mana shunday deb o'ylayman. Butun shu Chashma mahalla fuqarolar yig'inidan fursatdan foydalanib, fuqarolar yig'ini nomidan, yashovchilar nomidan Valijonga minnatdorchilik bildiraman. Kelajakda shunday saxovatpesha pullari bilan shu odamlarga yordam qilishini tarafdoriman. Valijon To'ychiyev bilan o'zim uchrashdim. Bugun ertaman ham uchrashdim. Uni saxovatpeshaligini hamma biladi. Mana yaqinda mana 2 kun bo'ldi masjidimizga 50 million miqdorda saxovat ko'rsatdi. Mana mahalla fuqarolariga, kam ta'minlangan oilalarga, ehtiyojmand oilalarga pandemiya sababli yog', moy hamda un mahsulotlari berildi. Buni endi xalqimiz biladi, mahallamiz biladi. Biz bunday saxovatpesha odamlardan faxrlanamiz. Bunday saxovatpeshalar ko'paysa, bizning xalqimiz rozi bo'ladi. Men buni ishini qo'llab-quvvatlayman. Valijon To'ychiyev qilgan ishlarini eshitib, men uchun yangi mahalla raisi sifatida juda xursand bo'ldim. 600 million so'm mahallalarga, faqat o'zining mahallasi emas, barcha mahallalarga qilgan yordamli, shu jumladan Ofto'g'ri mahallasiga, ayrim fuqarolarga yaqindan iqtisodiy va moddiy yordam qilgani bizni juda hayratga soldi. Pandemiya davrida o'zimizdan masalan boshqa fuqarolar shundan o'rnak olib, shunaqa yordam qilsa, xeyli xursand bo'lamiz. Bugun eshitgan so'zlarim u haqida nojo'ya gaplarni eshitib juda xafa bo'ldimki, o'zi o'sha aytgan odamlar bir o'ziga savol bersinchi, qani men jamiyat uchun shunaqa nochor fuqarolarga biror narsa qila oldimmi? Shunga o'xshagan men ham qo'limdan biror narsa keladimi deb savol bersa, juda xursand bo'lar edim. Valijonga omad tilayman. Kelgusida bundan ham ziyoda Alloh unga rizq bersin. Ortig'ini endi ana shunaqa xalqqa, o so'xni obodonchilikka sarf qilsa, yanadan go'zal bo'ladi. Ana Valijon To'ychiyev saxovatpesha tadbirkorlardan biri, Hazrat Alining fuqarosi. Men u bilan faxrlanaman. Men Sarkandaning mahalla raisi bo'lsam ham, u har doim boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan oilalarning holidan xabar olib, yordam qo'lini cho'zyapti. Mana pandemiya davrida ham, oldin ham yordamini berib kelyapti. Ham moddiy tomondan, ham ma'naviy tomondan yordam beryapti. Biz u bilan faxrlanamiz. Shunaqa tadbirkorlar ko'paysa so'xda. Kecha So'x tumanimizda tuman hokimi rahbarligida taqdirlash marosimi o'tkazildi. Unda shifokorlarimiz mehnat qilgan, koronavirus pandemiya davrida bu birinchi to'lqinida, keyin tadbirkorlar, shifokorlar, saxovatpesha insonlarni taqdirlashni o'tkazdik. Biz mahalla raislar mana shu taqdimotlardan ko'rib, shu tadbirkorlarga rahmat deymiz. Shifokorlarimiz qo'li dar ko'rmasin. Shuncha dunyoda mana shu mashaqqatli kun fazodagi eng og'ir kunlarni o'tkazdik ham. Xudo xolasa mana prezidentimiz bosh bu O'zbekistonda xudo xolasa fazosi hali toza bo'ladi. Xalqimiz ishonch bilan aytayapti.
Mana shu Hazrati Alida yashovchi fuqaroyimiz, tadbirkorimiz Valijon To'ychiyevni qilgan saxovat ishlariga men o'zim tarafdoriman. Qani hamma mahallada shunaqa tadbirkorlar bo'lsa-yu, xalqimiz undan rozi bo'lsa, mana shu olgan mukofotiga men tarafdorman. Albatta mana shu birodarimiz nihoyat ulug' inson. Ulug' inson bo'lgani uchun mana prezidentimiz janobi oliy Xudoxoh Shavkat Mirziyoyev bularni mukofotladilar. Yana bundan ham yana ortiqroq, ya'ni mukofotlar bilan buni belgilashni biz orzu qilamiz. Chunki bu inson hamma, ya'ni quli hamma joyga yetadi. Na balki o'sha o'zlari qishloqlarda, balki butun rayon. Aynan bizning hushyorimizga ham, ya'ni ularni qullari tekkan, bizning masjidlarimizga ham saxovatiyatan, ya'ni biz orzu qilamiz bu birodarimiz yana bundan saxovatini, ya'ni Alloh yana qullarni ochiq qilsin, yana martabalarini ulug' qilsin, yana shunday yaxshi kunlarga xalqlarimizni xizmat qilishlikni Alloh nasib etsin. Hamisha, ya'ni ulug' darajalarga yetsin.